Assalomu alaykum. Alaykum. Keling uka. Aka, men fantamiz nechi pul? 12 ming. 12 mi? Uka 10 ming sotardi, 12 ming opal suvlar oshib qoldi uka. Bo'ldi aka. Aka mana. Aka 9 ta anda razvi ham qo'shib bering. 9 tane razvi? Ha. Hop. 9 tane razvi yetadimi uka? Ha, yetadi. Ozmasmi? Ha, yo'q, 1 litrli fantaga Ha, yetadi. 9 bola yig'ilib oldinglarmi uka? Nimaga? 9 tane razvi olyapsan-ku. Manavi 9 ta sinfdoshlaringga. Ha. Manavi 9 B'da qizlariga. Manavi sinf rahbaringga. Ha. Manavi domlalaringga. Tomlar. Mana bittasi o'zingga mana bu. Olaver uka. Mana uni 3 kishiga yetadi xolos. 3 kishi ichish. 3 kishidan oshmaydi bu suv. 3 kishiga yetadi xolos. Bo'ptimi uka? Xo'p. Qolganlar niyat qilib olsan aytib qo'y. Bo'ptimi uka? Bo'ldi aka. Endi bularni salafanga solib bering endi. 12 ming so'mga uka 73 ta anna razviydi. Necha qavat qilib beray endi ayt uka. Bir qavat yetadi. Yetami? Tushib olmaydimi uka? Yo'q, Erta to'lib yetib olasan-a uka 2 qavat qilib beraman. Bo'ptimi uka? Bu. Erta to'gina yo'lda oldirib qo'ymagin, bo'ptimi? Bu. Bo'ldi uka mana. Sog' bo'lasan-a uka. Yana 3-4 ta osalaringlar kelgan uka. Xo'p. Bir pachka anna razvi beraman uka 1 litrli fantaga. Sog' bo'lgin.